zo'r. Yurakni ham qo'shiqqa bog'liq tomoni bor. Qanchalik qabul qilishini ham hozir bizning mutaxassisimiz tashrif buyurganlar aynan yurak borasida kardiolog. Ha? Albatta, kardiologimiz bor. Qolaversa, u insonni ham ismlari o'zgachalik. Shu o'tgan galam aytgandim, shu xonandalikka aloqalari ham bor-da. Rostdan. Ismlarini. Doston Ubaydullayev taklif qilamiz. Aynan Kardiologimiz. marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Charchamaysiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qarashing mani mandorim deb boshlab qo'ydilar. Doston aka xush kelibsiz. Ko'rsatuvimizga ko'rganimizdan xursandmiz. Endi yurak bo'yicha tavsiyalarni berib borasiz, chunki bu yerda hamma yuragiga juda ham bir qattiq oluvchilar, hammasi ta'sirchan, juda ham bir har bir voqea hindcha ko'rsa yig'laydigan ijodkorlar yig'ilganda hozir. Albatta. Buni ham yurakka ta'siri bor-ku. Yaxshi. Avvalambor assalomu alaykum. Sizlarni ko'rganimdan xursandman. Xo'p, endi savollar berib, ana qilsanglar, qiziqarli mavzular bo'lsa, shunga qarab gapirib berishga harakat qilamiz. Xush kelibsiz. Endi yurak haqida hozir gapirdik. Aynan musiqalarni yurakka qaysi birlari zarar, qaysi birlari foydali? Kerak bo'lsa, haqiqatan ham to'g'ri savol. Tez musiqalar, baland musiqalar, sho'x musiqalar yurakka zarar tomoni bormi yoki ozgina bo'lsa ham sokinlik qo'shiqlari yurakka foydali tomoni. O'ynab ketadi vasiysi. Albatta, biz bilamiz, klassik musiqalar bu albatta yurak uchun foydali, tinchlantiradi ham yurakni, ham asab sistemasini. Tez qo'shiqlar esa bu to'g'ri ma'lum bir vaqtga qisqa energiya beradi, yurak tez uradi va buning natijasida bu qisqa vaqtli effekt beradi, lekin ko'p eshitish bu yurakka albatta zararli. Yurakni tez urdirib, tez charchatib, toliqtirishiga sabab bo'ladi. Shunga Ayrim hollarda charchaganimizda ham baribir ishga yo'ldan keldik, turishimiz kerak, shunda ham yurak o'ynab ketadi. Aslida bunday qilish kerak emas, to'g'rimi? Baribir shunaqa. uxlab olishimiz kerak. Uyqu bu yurak uchun eng foydali bo'lgan holat hisoblanadi. Ya'ni vaqtida uxlasangiz 6 soatdan 8 soatgacha yuragingiz sog'lom uradi. Dam oladi. Men hozir Mirolim akani ko'zlariga qarab shu savolni o'qiyapman-da. Biz baribir ijodkorlar ko'proq yo'lda yuramiz-da. Uyqu kelmagandan keyin uyquni qochirish uchun ko'proq haligi energetik ichimliklardan foydalanamiz. Uni zararli tomonlarini ham, achchiq-achchiq qahva yoki haligi hozir reklama bo'lib qoladi aytsam, baribir ular bizga to'lamagan, shuning uchun Shunaqa. siz zararli shu energetik ichimliklarning zarari bor aslida. Energetiklar bu o'zi dastlab tetiklashtiruvchi maqsadda yaratilgan, bir 100 yillar avval yaratilgan. Hozirgi kunda hammamiz sevib iste'mol qilamiz, sevib ichamiz. Bu qisqa vaqtga juda ham foydali hisoblanadi, avval aytib o'tganimdek, lekin buni surunkali doimiy iste'mol qilish bu albatta yurak va nerv sistemasiga, bundan tashqari qandli diabet kasalligini keltirib chiqarishi mumkin. Va bu ma'lum bir odamlargina ichishi tavsiya qilinadi, ya'ni sog'lom odam. Bu odatda sog'lom odamga 20 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan odamlarga yurak kasalligi bo'lmagan insonlarga tavsiya qilinadi. Endi to'g'ri, masalan, rulda bo'lgan paytda buni ichish albatta foydali, chunki manzilga yetib olishimiz kerak, lekin buni surunkali iste'mol qilib bo'lmaydi. Xo'p, kuniga nechta bo'lishi mumkin? Masalan, shunday insonlar bor, kuniga bir 4 ta 5 tani ko'rdim demay paqqos tushiradiganlar bor. Bor. Kuniga endi ilmiy tavsiyanoma tibbiyot jihatdan gapiradigan bo'lsak, kuniga bitta yo ikkita tavsiya etiladi, uni ham 250 ml da, chunki uni tarkibida biz bilamiz kofein va juda ko'p shakar va taurin moddasi bor. Bular ko'p iste'mol qilinsa juda ham zararli hisoblanadi. Tushunarli. Mana hozir qarang, men Ulug'bekning ko'ziga qarab bitta savolni ko'ryapman-da. U ham hozir mana aynan yurak kardio, albatta. Kardio uchun qanaqa mashqlar bor? Mana uy sharoitida qaysi mashqlarni doim mana hozir aytib o'tyapsiz? 20 yoshdan 40 yoshgacha deyapsiz. Baribir kerak bo'ladi bu mashqlar. To'g'ri nafas olish. To'g'ri nafas olishmi? Qanaqa mashqlar bor? Hozir ekran qarshisida shu yurak bilan balki muammosi bor yoki bu gapimizdan keyin balki muammo tug'ilayotgandir, rostdan o'ylanib qoladigan. Endi yurak uchun uy sharoitida eng foydali mashg'ulot bu bir tempda sekin piyoda yurish hisoblanadi. Piyoda yurish bu juda ham yurak sistemasi va asab sistemasiga ham foydali va chuqur nafas olib, ushlab nima qilish, ushlab turish ham bu ham asab sistemasini, ham yurak urishini bir maromda ushlashga yordam beradi. Xo'p bo'ladi.
men o'zimda sinab ko'rgan bir holat bor aka, balki bu qaysidir ma'noda to'g'ri maslahat bo'lsa kerak, buni tasdiqlab berasiz. Bir marta ko'chaga chiqqanimda, aylanib kelganimda mahallani deydi-yu, yaxshi ham mahallamiz bor, shunday katta yo'l yurib, piyoda yurib, aylanib kelamiz. Bir marta shu narsani his qilganman, charchab qolganman. Juda ham toliqqanman, charchab qolganman, lekin nimagaligini bilmadim. Va shu o'rinda to'g'ri nafas olishga, ya'ni burundan nafas olib og'izda chiqarish kerakni. Ikkinchi marta ertasiga xuddi shu holatda burnimda nafas olib og'zimda nafasni chiqazgan vaqtimda yurib kelganimda xuddi kechagidek charchamaganman. Aslida baribir ham insonni to'g'ri nafas olishi ham uni toliqtiradi, charchatar ekan. Bu ham yurakka nagruzka deyishadi, ya'ni ozgina yuk bo'lishi ham mumkin ekan. Endi avvaldan doimiy yurmasdan sportni birinchi kun boshlaganingizda, ya'ni hattoki piyoda yurishni ham birinchi kun albatta toliqasiz, charchaysiz, lekin keyingi kuni yaxshi nafas olib, chuqur nafas olib, uzoqroq piyoda yursangiz ham organizm moslashadi va bu sog'lik uchun juda ham foydali hisoblanadi. Siz tetiklashasiz, asabingiz ancha tinchlanadi, o'zingizda ham energiyaga boy, kuchli his qilasiz. Ayrim hollarda-chi, mana menday ko'pchilik bo'lsa kerak, chuqur nafas olasiz-da, mashinangiz oriydi, nafas olsangiz chiqib ketadi. U nimadan bo'ladi? Bir bo'lib qoladi, chuqur nafas olishingiz kerak. Endi uni tekshirtiring, boshqasiz unda. Ko'pincha bu endi charchoq bilan bog'lasak bo'ladi. Uzoq vaqt ishlaydigan surunkali charchoq sindromida shunaqa holat bo'ladi. Ya'ni chuqur nafas olib qilasiz. Ko'rdingiz, yuragingizni kasallanib yetib bo'lmaydi bularga. Bekitib aytyaptilar. Diagnoz qo'yyapti, siqilgansiz. Aslida bekityaptilar, tamaki chakkanlarni aytmoqchi. Tez-tez ana bu shunaqa payt bo'lib qoladi. Shunaqa payt bo'lib qoladi, tamaki chakkan. Hay, Ma'mur aka, bu bog'cha boshqa bog'cha. Bu boshqa. Mirolim aka, savol beraman. Savol bermoqchidim. Boshqa. Masalan, uxlaysiz, masalan. Uxlayotganingizda birorta shovqin yoki kimdir uyg'otganda, u birda-bir bo'ladi. Qanaqadir vahimali uyg'oniladi, yurak tez urib ketadi. Boshqa begona joyda yotsangiz, bu vahimali uyg'onadi. Agar ko'p bo'lganda baribir. Yo, masalan, aka degana joy deganda endi siz to'g'ri ma'noda aytyapsiz. Masalan, yo'lda, gastritsada, qaysidir mehmonxonada, gastrolda. ular u tomonlar ham bizga begona-ku, to'g'ri aytdingiz. To'g'ri, o'sha ma'noda aytyapsiz. Men shunaqa bo'ladi aka. Hayronlar san'at vakillari buncha. Yo'q bo'lmasa hech kim sizni qo'rqitib uyg'otmaydi, vahima qilmaydi. Shunchaki uyg'otsa ham turasanda ozgina bir 2 daqiqadan keyin yuragi tez urib ketdi. Nimadan? Xo'p, sog'lom odamda uxlagan paytda yuragi bilamiz sekin uradi. 60 ta, 65 ta uradi. Siz uyg'ongan vaqtingizda asab sistemasi ham birdan qo'zg'alib, shu hisobiga organizm reaksiyasi hisobida yurak urishi 80-90 tagacha yetadi va qisqa vaqtda o'tib ketadi. Bu hammada ham sog'lom odamda bo'ladi. Aka sog'lom ekansiz demak. Qo'rqinchli holat emas, bu tabiiy holat hisoblanadi. Ma'mur aka gaplarga aloqasi yo'q. Uni ziyoni yo'q ekan. Ziyoni yo'q. Degana joyda ham aka, demak, vahimalar uyg'onsangiz ham Ay do'stlar, biz hozir kadr ortida kulib olishga harakat qilamiz. Bizni ajoyib mutaxassisimiz, kardiologimiz Doston Ubaydullayevga o'z minnatdorligimizni bildirib qolamiz. Maslahatlar uchun, fikrlar uchun katta rahmat.